Bugungi kunda Turkiy davlatlar tashkiloti tomonidan tashkil etilgan bir yig'ilishdamiz. Turkiya Ankara shahri Hojattepe universitetidamiz. Butun Turk dunyosidan arxeologlar to'plangan bu yerda. Maqsad Turkiyadagi universitetlarda arxeologik tadqiqotlar olib borish uchun zamonaviy laboratoriyalar mavjudligi, ularning potensiali bilan tanishuv va Turk dunyosida olib borilayotgan arxeologik tadqiqot izlanishlarining laborator analizlarini, tahlillarini hamkorlikda o'tkazish. Bu yerda biz hozir Hojattepe universitetidagi qadimgi DNK laboratoriyasi bilan, spektral analizlar laboratoriyasi bilan, mass spektrometrik laboratoriyalar bilan tanishyapmiz. Juda ham yuqori darajada ishlar yo'lga qo'yilganligini ko'ryapmiz va kelgusida o'rtoqlashgan holda arxeologik izlanishlar olib borish uchun shartnomalar, anglashmalar tuzishga harakat qilyapmiz. Umid qilamizki, Turkiy davlatlar tashkiloti tomonidan yo'lga qo'yilgan bu tashabbus yaqin yillarda o'zining natijasini beradi va Turk dunyosi arxeologik izlanishlariga ulkan yutuqlar olib keladi.